Assalomu alaykum. Bugun biz Farg'onaga yetib kelganmiz. Dorato showroomiga. Bu yerda do'kon ochmoqchi bo'lganlar uchun, supermarket ochmoqchi bo'lganlar uchun stelajlarni optim joy hisoblanadi. Sababi o'zlari ishlab chiqarishib, sizga qanaqa rangi, qanaqa turi kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasini ishlab chiqarib, butun O'zbekiston va Sengi davlatlar bo'ylab yetkazib ham berisha olar ekan. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Videomiz qisqa, lo'nda bo'ladi va narxlarni ham sizlarga ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Shuning uchun video boshlashdan oldin birinchi klassik machasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin va do'kon ochmoqchi bo'lgan tanishlarga shu videomizni jo'natib qo'yinglar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar, aka o'g'lim? Rahmat. Showroom Farg'ona shahrida joylashgan. Farg'ona shahridan lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, showroomning lokatsiyasi Polvon shossedan sentrga yurishda Urjuzan chorrahasiga yetmay, o'ng qo'lda tepada Durato yozuvlarimiz bor. Kelib, ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Uzoq joydan bo'lsanglar, Telegram orqali gaplashib, xarid qilsalar bo'ladi. Bo'lmasa video tushirmasdan, Bunyod aka ma'lumotlar berishni boshlasak, sizlar o'zingizlar ishlab chiqarasizlar, to'g'rimi? Albatta, biz o'zimiz ishlab chiqaruvchimiz. Shu noldan boshlab, gaygasidan boshlab, kraskasigacha o'zimiz qilamiz, aka. Hammasidan endi ichidan qisqa ma'lumot berib o'taman. Bular aka meva stilaj, o'sha meva, sabzavotlarga moslashgan aka, konstruktor bo'ladi. Bularni terish ham, misol, o'zingiz tersangiz ham bo'laveradi. Polkalari soni 3 ta bo'ladi. Tagida o'sha paddoni bo'ladi. Qo'shimcha polkalarini aka regirovka qilib, baland-pastligini o'zgartirsangiz bo'ladi. Har bitta polkasida ikkitadan yashik bo'ladi. Yashigimiz razmeri 40 ga 60 bo'ladi aka. Buni agar pazakaz kimga bir tomonlamali kerak bo'ladigan bo'lsa, bir tomonlamali ham qilib beraveramiz. Ranglarini o'sha boshida aytib o'tganimdek, xohlagan rangingizda qilib beramiz aka. Buni hozir ikki tomonligi necha pul chiqadi narxi boshlanishi? Ikki tomonlilarimiz aka 3,5 million so'mdan chiqadi. Agar bir tomonlamali kimgadir qiziq bo'lsa, 2,7 million so'mdan qilib beramiz aka pazakazga. Keyin buni obyomi ko'paysa, ko'p olmoqchi bo'lsa, narxi arzonlaydi. Ko'proq oladigan bo'lsa, narxini kelishamiz aka. Tushunarli? Bu ikki tomonlali meva, sabzavot o'shaqa mahsulotlarimizga aka. Xo'p, bog'da endi oddiy stilajlar ketyapti. Xo'p, bu bir tomonlamali hisoblanadi. O'sha orqasida ikki tomonlamali stilajlarimiz. Bularda nafaqat produktov magazinlarga, balkim o'sha kraska do'konlariga qilib berganmiz, santexnik do'konlariga qilib berganmiz. Afzalliklari birinchidan shu temir bo'ladi aka. Sizga ancha yil xizmat ko'rsatib beradi. Buni xohlagan joyingizga yig'ib, olib kelsangiz xohlagan joyingizga yig'sangiz bo'ladi. Bu narsa aka tayyor variantida o'sha pachkalangan bo'ladi. Hech qancha joy ham olmaydi. Misol do'koningiz tayyor bo'lmasa, olib borib bitta joyga qo'ysangiz ham sizdan ko'p joy talab qilmaydi. O'sha bitta polkamiz aka ko'tarish jihatidan 70-80 kilogacha bemalol ko'taradi aka. Bitta o'zi emasmi? Bitta polkasi. Yo'q. O'shaning uchun ham shu kraska do'konlariga ko'proq, aslida santexnik do'konlariga ham so'rashadi bundan. Bular mana yechilar ekan. Bular albatta aka yechiladi. Bular tsennik hisoblanadi. Shu ko'rib turganingizdek agrajinlari ham aka temirdan bo'ladi. Ranglarini xohlagan rangingizda qilib beramiz. Agrajiniyani ham, o'sha tsenniklarini ham ranglarini o'zgartirib beraveramiz aka. Tsennilarimiz ko'rib turganingizdek shu lenta bas, qo'shimcha nima shu tsennik kanali bo'ladi. Shu Kirgizib qo'ysam bo'laveradi. Kirgizib, mijozimizga qiyin bo'lmasligi uchun faqat qulaylardan qilganmiz aka. Bular polkasi aka, o'sha aytganimdek baland pastligi bular ham o'zgaradi aka. Hamma joyga solsangiz bo'ladi. Standart bo'ladi, bunaqa bo'ylilarda o'sha 3 ta polka bo'ladi, tagi bilan 4 ta hisoblanadi. Agar qo'shimcha kimga polka kerak bo'lsa, aytsalar, shundan qo'shib 5 talik, 6 talik qilib beraveramiz. Bular shu razницasi farqli tomoni shu bo'yida, bular 1.45, 1.75, 2.10 bo'laveradi. Xohlagan bo'yingizda qilib beramiz aka. Narxi necha puldan boshlanadi bular? Bularning narxi aka 2.200 dan boshlanadi. Davom etib ketaveradi qo'shimchalariga qarab. Zo'r. 1 metr pagonometri, to'g'rimi? Pagonometr ketadi aka. Xuddi shuni bo'yi balandmi bu? Bu bo'yi baland, xuddi shunday ham bo'yi balandi. Buni ham shu qo'shimchalari bor. Kimga agar shu tsenli, agrajiniyali kerak bo'lsa, ulardan qilib beramiz. Agar kimdirga kerak bo'lmasa, ulardan ham bor aka. Ulardan ham yasab beraveramiz. Zo'r. Xo'p, bog'da shu dual tomonga, dual qismiga bir tomonlamali non mahsulotlariga qilganmiz. Keyin shu qand, chaqchuq mahsulotlariga shunaqa shisha komplektlarimiz bor. Bularni ham bo'laverar ekan. o'zgartirsangiz bo'laveradi aka. Yechekalarini orasini qisqaroq yoki kengroq qilib o'zingizga moslab qo'ysangiz bo'laveradi aka. Necha pul chiqadi bular? Xo'p, bular aka alohida chiqadi. O'sha stilajni, misol qanaqa stilaj olishayotgan bo'lsa, o'shunga qo'shib beramiz. Bu qand mahsulotlarimiz komplekti 350 ming so'm bo'ladi. Buning ichiga shu ikkita tarag'i, keyin shu shishasi kiradi.
Mana shu bitta komplektda 4 ta yacheyka bo'ladi. Bularda ham misol razmerini o'zgartirib beraveramiz. Agar yacheykasini ko'proq qilib beringlar desalaring, qo'shimcha qilib beraveramiz. Hozir tushungan bo'lsam, bunaqa stelajiga sizlar bunaqani qo'shib bersangiz sosa bo'laveradimi shunda? Sosa bo'laveradi aka. O'zgartirib beraveramiz. Misol mana bu stelajdan oldik deylik, sizga misol qand mahsulotiga ikkita kerak, mana shu ikkita polkasiga qo'ymoqchisiz. Ikkita qand mahsulot polkamizdan qo'shib beramiz. Mana shu ikkitasiga qo'yasiz, ikkita polka sizda qand mahsulot bo'ladi. Alohida sotib olib yurish shart emas ekanda, noldan? Alohida agar keyinchalik sizga kerak bo'lsa ham, misol bizda mahsulot oldingizmi, keyinchalik sizga shu qand mahsulotiga kerak yoki non mahsulotiga kerak yoki yana qo'shimcha agrozinasi kerak, tenniga kerakdir, polkasi kerakdir, qo'shimcha qilib beraveramiz ularda. Tushunarli. Ketdik bo'lmasam. Bu yerda yana balandrog'imi undan ham? Ha, bu shu 210 lik eng balandi, bu основной dual tomonga beramiz. Mana polkalarni yechib qo'ygan, shular ko'ringlarda. Bular mana shu afzalligi yana 3 ta gradusga o'zgartirsa bo'ladi bu narsani. Polkalarda misol mana shu holatga qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi mana shu tekis holatga qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi holati bor. Ukloni sal kamroq. Mana polkalarini ham yechib qo'yganman. O'sha haligi ko'rsatganimda konstruktor. Mana shu holatda qo'yib, misol buni birinchi marta ko'rayotgan odam ham bemalol terib olaveradi. Juda oson ekan. Oson narsa, qiyin narsa emas. Mana shu holatda qo'yib turib, uklon holatida qo'yib turib, reshotkalarni terib, misol mana korobkada pechenilar terib qo'ysangiz bo'ladi, odamlar ko'ziga tashlanish uchun. Bu ham bitta marketingda. To'g'ri. Buni yana shu dual tomonga mana bunaqa qisqa uglovoy chaslarimiz bor. Bu tashqi burchak deyiladi. Agar do'koningizda shunaqa ustunlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilib olib qochsa bo'ladi aka. Ancha joydan yutasiz. Shuningdek, shu burchakga qo'yganmiz, bular ichki burchak hisoblanadi. Burchak joylarga to'g'ri kelib qoladi. Ichki burchak, burchak joylar keladigan bo'lsa, siz shu uzmaysiz, primo olib o'tib ketaverasiz. Batda ham misol joydan unumli foydalanasiz. Aytgan misol mahsulotlaringizdan terib qo'ysangiz bo'ladi. Shu ko'rib turganingizdek mana bular perforatsiya deyiladi. Polkasiz bo'ladi. Bularda 15 santimetrdan ilgari bo'ladi. O'sha bir xil magazinlarda ko'rgan bo'lsangiz, batga misol do'kon magazini bo'lsa, o'sha paypa, o'shunga o'xshagan narsalar ilib qo'ysangiz bo'ladi. Persatga bir narsalar ilib qo'ygan. O'shunaqa, produktov do'kon bo'ladigan bo'lsa, snake, o'shunga o'xshagan narsalar ilib qo'ysangiz bo'laveradi aka. Bu ham bitta zo'r narsa ekan. Bu kassa. Bular kassa stolimiz aka. Kassa stolimiz ko'rib turganingizdek, nirjveykadan qilamiz tepalarini. Bularda 3 xil razmeri bo'ladi aka. Bu ko'rib turganingizdek eng kichkina razmerida bularda mana shu qo'shimcha polkalari bor. O'sha kassa apparatlar qo'yadigan, xolasangiz batga qo'yasiz. Kassa apparatlarni shnurlarni o'tqizish uchun teshiklar ham qilib qo'yganmiz aka, tayyor qilib. Bu eng kattasimi? Yo'q, bu o'rtachasi bo'ladi. 210 razmerida, eng kattasi 206 bo'ladi. 2-6 metr hisoblanadi. Bular 5 million so'm, bularimiz 4 million so'm, eng kattasi 6 million so'm. Ularda ham agar kelishib olsa, narxlarni o'tib beradigan joyimiz bor. Ha. Ya'ni sizdan kassa oladi, stelaj oladi, vitrina xolodilnik olish mumkin. Albatta, hammasidan chiroyli qilib, xudo xolasa, oladigan narxlarda qilib beramiz. Shu mana bu yerda ranglarimiz, turlari bor. Xohlagan rangingizda qilib beraveramiz. Mana hamma rang bor, a? Bor aka. Xohlagan rangingizda qilib beramiz. Kombinatsiya ranglar bor kelgan. Misol deylik, mana shu stilajni seriya qilasiz, polkalarini so'zrang qilib bering yoki oq qilib bering siz, unaqasini ham qilib beraveramiz aka. Keyin bizda yana afzallik tomoni, agar bizdan 50 metrdan ziyod oladigan bo'lsangiz, yetkazib berishi ichida bo'ladi, o'zimizning hisobdan. Bepul yani. Bepulga yetkazib beramiz. Vitrina xolodilniklardan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Vitrina xolodilniklarimiz aka, xo'p, azin firmaniki podzakaz olib kelib beramiz, kimga zarur bo'ladigan bo'lsa. Bularda ob'yomi 960 litr bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz mana, o'zingizdan bir nima qiling, eshiklari juda ham bir sifatli yasalgan. Zo'r. Batda keyin go'sht mahsulotlarimizga bor. Shu go'sht, sut mahsulotlariga bularni endi oynakni termaganmiz. Bular 18 million so'mdan, bular 35 million so'm. Bu juda katta ekanda o'zi. Bular 2 ga 2 da o'zi ham. Shunaqa. Qadrli obunachilar, siz ham do'kon ochmoqchimisiz yoki supermarketmi, farqi yo'q. Albatta bu yerga kelishingiz kerak, kelib, tanlab,
Sizga albatta bizning nomimizdan chiqsanglar, hamma mahsulotlardan oladigan bo'lsanglar, juda ham zo'r chegirmalar qilib berishadi. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Biz aytib o'tmagan ma'lumotlardan bemalol so'rab, o'zingizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.